Assalomu alaykum. Skuter quvani, skutershunosning ashaddiy muxlislari, obunachilari. Sizlarga xudo xolasa navbatdagi modellarimizni bitta narxlari bilan tanishtirib o'taman. Xudo xolasa birinchi qo'l original korobka holatda yoki chachma holatda keladi. Bolalar xuddi shu pachkani yig'ib olib chiqib berishadi. Bizda butun holatda kelmaydi. Ko'pchilik butun holatda kelib dehqonlar olib kelib sotishadi deyshadi. Narxlari xudo xolasa bomba narxlarda yangiliklarimiz kelgan, usti yopiq tomi bor. 300-350 kiloga yuk oladigan variantimiz so'raganlarga ko'pchilik so'rovdi, olib kelib qo'ydik. Xudo xolasa narxlari va shikalat narxlarda. Bitta like bosib, obuna bo'lib ketishingizdan chiqmasin. Xudo xolasa hammaga manfaatli video bo'lishi uchun like bosib ketsalaring, sizdan keyingi odam ham qimmat olib qo'ymaydi yoki akkumulyatori qo'qon ishlab chiqarilgan soxta olib qo'ymaydi. Men sizlarga yaxshi tavsiya qilaman. Boshqalardan olsangiz bu narsa har doimgidek nasib. Mendan oling deb majburlamayman. Videoni kuzatishdan oldin aytganimdek bitta like bosib keting. Yaxshilab o'rnashib olamiz. Xudo xolasa ma'lumotlari, narxlari bilan chiroyli tarzda aytib o'tib ketaman. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, aksiyaga qo'ygan skuterlarimiz ham bor. Aksiyaga qo'yib, chiroyli narxlarda chiqarib qo'yganmiz. Har birini ko'rsatgan modellarda bitta olib chiqib beraman. Birinchi olib chiqadigan modelim 300-350 kilogacha yuk oladigan, usti oxirigacha yopilgan tomli variantimiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bitta o'tiriladi, bokovoylari bor, qo'yib beriladi. Oldi tormozli bo'ladi. Bitta yoqasida kolonka maytofonlari bor, telefon pastavkalari bor, zadniy rejim 3 ta skoroskda harakatlanadi. Panarlari ko'rishingiz mumkin. O'ta neobishniy, oldilariga ham olib chiqib ko'rsataman. Mana hoppa. Chaqa oldi. Olib chiqib bitta obzor qilaman. Ko'rishlaringiz mumkin, kolonka maytofonlari amortizatorga e'tibor beramiz, ingichka bo'lsa-da. Prujina qo'yilgan, sakadiskali. Keyin biz olib kelayotgan 300 kilolik modellarda pakrushkalari kamerli qilib ishlangan alyumin diskada. Bu modellarimizni balon razmerlari 350 lik. Ko'rishingiz mumkin, kamerli sakadiskali amortizator qalinidan bo'ladi. Ochiqlarini bilasizlar, albatta oldindan aytib o'tganman. Narxlarini vaqti skidkada tushirib qo'ydim. Bemalol xarid qilib telefon qilsalaring bo'ldi, dastavkasini o'ylamaysizlar. Narxlarini qarang. Vaqti shikalat narxlarda. Buni dastavkasi alohida gaplashamiz. Skidga qo'yganlarimiz buni dastavkasi ichiga tiqib yubordik. Qarang, akkumulyator 639 amperli akkumulyator bilan jihozlangan, bitta to'liq zaryadda 60-80 km masofani bosib o'tadi. Damkirat kulishlari, bokovoylari, zaryadchilari original, avtomat kaskalari, hamma yo'qlari albatta polilargacha qo'shib beriladi. Qarang, orqani polilari ham bor ekan. O'ta chiroyli. Bunday qiladigan bo'lsangiz, mana uni bunday ag'daradigan bo'lsangiz, ham yukxona bo'ladi, ham o'rindiq bo'ladi. Orqa stoplari yonishiga bitta ahamiyat berib qo'ying. Stop belgisi yonib, turburji faralarda, led faralarda chiroyli qilib ishlab bergan. Vaqti tiniq holatda, o'ta neobishniy akkumulyatorlar original, mukraskalari tiniq, materiallari qalinadan ishlangan. O'ta chiroyli, ko'rishingiz mumkin. Firmasi Agnat, original firma, hamma yo'qlari o'ziniki. Ruchnoylari bor, palishli sistemalari bor, tepaliqqa 300-350 kilogacha yukingizni lyoki harakatlanib ketadi. Kimdirlar uchun maslahat, kimdirlar uchun eslatma. Ketayotganingizda, yurayotgan paytingizda hech qachon buni tortib qo'ymang. Tortsiz motor ketishi mumkin, reduktor yilib ketishi mumkin. Har doim xalastoyda to'xtab 0 bo'lganda speedometr mana bu narsa tortiladi. Kimdirlar uchun biladi, eslatib qo'yamiz. Bilmaganlar uchun ma'lumot sifatida saqlab qo'yishingizdan chiqmasin. Bilmagan do'stlaringga jo'natib qo'yinglar. Videoni xudo xolasa pakrushkalar aytgandek original, kamerli qilib ishlangan, baquvvatroq bo'ladi, kamera bez kamera emas. Narximizga keladigan bo'lsak, bu modelimizni 300-350 kiloga yuk oladigan, 70-80 km masofani bosib o'tadigan, ustilari yopiq, dvorniklarida ishlaydi mana. Dvorniklari bemalol, yomg'ir sachinda ham, mana yomg'ir sachin kelyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Do'lmi, qishmi, qormi farqi yo'q. Bemalol oldi yopilgan, sezon keldi, umuman mol qo'yim bor, dalam bor deganlarga $900 dan bemalol kelib o'zimizdan xarid qilishlaringiz mumkin. Dastavkasini albatta kelishtirib beramiz. Yaqin bo'lsa, mana ichida ham qilib beraveramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Lakasi tashab bersa, lakasi olib vodiy bo'yicha chiroyli qilib yetkazib berilyapti. Usti yopiq tomli variantimizda ko'kidan xohlaganlarga ranglari o'ta chiroyli, ko'k rangidan o'sha akkumulyatorlar aytganimdek 6 ta bo'ladi. Oldi jitkisli, esdan chiqmasin, ham qo'lda ham oyoqda tormozlari bor. Telefon pastavkalari, telefonlar zaryad oladi. Bluetooth kolonkalari bor. Bluetoothlar qo'shiqlar eshitib ketsangiz bo'laveradi. Oldilariga 2 kishi, orqalarida ham 2 kishini bemalol harakatlantirib ketsangiz bo'laveradi. Ikki tomonda eshikchalari bor. Bunday ochasida bemalol bolalarda tushib ketmaydi. Aytganimdek, qishga, kuzga, sezonga zo'r xudo xolasa. Mana bugunning o'zida Andijondan mehmonlarimiz kelib, o'zlari yoqqan skuterlarini xarid qilib ketishdi.
Xudo xolasa xaridlarni manfaatli qilsin. Ko'rishingiz mumkin. Uzoqdan ham ko'rsatib qo'yaman. Rasmlarni Telegramda yozsalaring albatta shu nomerga. Ismim Zikrillo, pastki nomerlar o'zimniki. Ishlayni chiroyli narxlarda, Xudo xolasa chiroyli qilib, qo'pollashmay, maza qilib, muomala qilib, olsalaring ham olmasalaring ham nasib, bizdan olsalaring ham, boshqasidan olsalaring ham Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Endi 300 kilolik modellarimizni 6 ta akkumulyatorli 39 likdan 50-70 kilometr masofani bosib o'tadigan, o'rtacha 100 kilometr ham yurishyapti. Qarang, akkumulyator original, xijolat qilmaydi. Men sizlarga boshqa joyda bermagan garantiyalar berib o'taman. 1 oy akkumulyatorga garantiya. Agarda 10 kilometrdan kam yuradigan bo'lsa, almashtirib beriladi. Ko'rishlaring mumkin. Ranglari ko'k, seri qora ranglarda bor. Old aynaklari, bokovoylari, kolonkalari hamma yo'qlari qo'yib beriladi. Chiroyli qilib. Dugalari bor. Pakrushkar 350 lik, kamerli bo'ladi, sakadiskali, oldi jiks tormozli, kolonka mikrofonlari, old aynaklari hamma yo'qlari bor. Narxlari 9.600.000 so'mdan vodiy bo'yicha dastavkasi ichida. E'tibor beringlar, 9.600.000 dan vodiy bo'yicha dastavkasi ichida qilib qo'yganmiz. Yangilik modellarimiz keldi. Buni ta'riflab o'tirmayman. Tezilari 40-45 tezida harakatlanadi bularni. Aytib o'tganman eski videolarimizda. Endi yangiliklarni iloji boricha ko'rsatib ketay. Ko'pchilik yangiliklar ko'rmagan. Mana yangilik variantimiz kelgan. Stakanchiydi. Injig'i 300 kilolik stakanchi modelimiz. Hamma bob, chiroyli ekan. Ko'rishingiz mumkin. Eshikchalari bor, ham uch xona ham o'rindiq bo'ladi. Yumshoq modelimiz 300 kilogacha yukingizib indamay olaveradi. Orqalari yopilgan, dugalari bor. Vahshiy zo'r, orqalari ochiladi. Orqani himoyalaydigan dugalari, pavorotniklari, stoplari, balonlar uchun o'ng qilib sakadiskali qilib ishlangan. Mana obzorini ham bitta ko'ringlar o'zing. Bitta chiroyli, nemisning holati chiroyli, faralari ham o'ta chiroyli ishlab qo'ygan. Amortizatorlari baquvvat, yumshoqligi bo'yicha vahshiy zo'r, oldi jiks tormozli. Oldilari ham keng. Oyoq tortganingizda ham, o'tirib netganingizda mana o'tirib ham ko'rsatib beraylik. 1.75 bo'yim. Mana o'tirgan tiz ham tegib qolmaydi. Saqlaydi, shabadadan saqlaydi. Xuddi shuni ochiqlari ham bor. Kolonka mikrofonlari bor, zadniy rejimlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Oldi jiks tormozli aytganimdek, o'ta chiroyli. Shu baquvvat akkumulyatorlari 5 ta 39 amperli akkumulyator bilan jihozlangan. O'sha shikalat. Ranglari ham qora rangda ekan mana. Shilinsa ham, qirinsa ham bitta kraska bilan ishingiz bitadi. Xudo xolasa mana. Endi stakanchi modellarimizni so'raganlarga 200-250 kilogacha yuk oladigan stakanchi modellarimizni olib kelib qo'yganmiz. Ham yuk xona, ham o'rindiq bo'lish xususiyatiga ega, bir tomonda eshiklari bor. 5 ta 39 amperli akkumulyator, kolonka mikrofon hamma yo'qlar qo'yib qo'yilgan. Mana cho'ntaklar, nakleykalar, kolonka mikrofonlari, akkumulyatorlari 39 original akkumulyator. Bunga ham garantiyalari bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xijolat qilmaydi. Tumankalari qizil yonadi. Ko'rishingiz mumkin, vahshiy chiroyli. Yoqqaningizda qizil yonib turadi. Patfarnilarni ko'rsataymi? Patfarnilar. Mana. Vahshiy chiroyli yonadi. Patfarnilarni ko'ring. O'ta chiroyli neobishni ishlangan 350 lik balon. Oldi jiks tormozli bo'ladi. Orqalarida 2 kishining, oldlarida 1 kishining eshikchalari bor. Ham 3 xona bo'lish xususiyatiga ega. Ularning narxini $650 dan qilib qo'yganmiz. Dastavkasi kelishilgan holatda. $650 so'mga mana dollar tushib ketdi. Narxni chaqsiz vahshiy kapeka bo'ladi. $650. To'g'ri, boshqalar 20 amperligini 7 milliondan sotishyapti. Biz $650 dan 39 amperligini arzon narxda qo'yib qo'ydik. Palijniylari bor. Keyin boshqalar sotayotganini men yomonlamayman. Akkumulyator motor quvvatlari past. 8 vatt bo'lsa, bunga 1000 motor qo'yilgan. Baquvvatligi, tortishlari zo'r. Ertaga xizmat qiladi. 1 oy xizmatingiz qilib, uyingizni burchakda yotmasa aytganimdek. Aytganimda 300 kilolik modellarimiz 9.600 dastavkasi vodiy bo'yicha ichida. Bemalol Namangan Norinda bo'lasizmi, Asakada bo'lasizmi, Andijonda bo'lasizmi? Agar Asakada bo'lsangiz, mayli kelishtirib beraman. Sharxon bizga yaqin, Asaka yaqin. Chiroyli qilib yo'llarda o'tib beraman. Vodiy bo'yicha dastavkasi ichida. Usti yopiq modellarimiz narx tushdi. Qarang, 12.600.000 so'm vodiy bo'yicha dastavkasi ichida. A18 modellarimiz baloni shiroki bo'ladi, qalin akkumulyator 39 likdan 5 ta. Tepada bagajlar 100 kilo ko'taradi, yuk ko'tarishi 300 kilo, orqada 2 kishini, oldida 1 kishini, zadniy kameralari, suv sochadigan dvorniylarigacha o'ta neobishni bilasiz. A18 modellarimizni maqtaganmiz, oldilari ham keng, kishini nevara bilan olaveradi. Hoji tog'amizga kecha kuni kunlarga chiqazib berdik. Mana akamizga bitta marga atib qo'ying aka. Mana akamizga minib kelyapti. A18 modelimiz, rangi voyenniy svetda, narxi 12.600, vodiy bo'yicha dastavkasi ichida. Soni cheklangan 6 ta metrda qoldi.
ulgurib qolamiz. Balonlari Shiroki bortdan tashqariga chiqqan ablisovkalar bilan birga ishlangan. Narx qimmat deyapti. Narx puliga yarasha sifat. Puliga o'zbek puliga uchadi, arzonini oladi, sifatidan qochadi. Mana yangi modellarimiz vobshe full variantda ulgurib qolamiz. 12.600.000 dastavkasida 13 million qo'yganmiz. Mana 300 kiloligimizni eng full varianti qo'yganimizda 9.600.000 dastavkasini o'ylamaysiz. Saka diskali bilan kamirli qilib ishlangan. O'sha baquvvat. 300 kiloning modelim $900 dastavkasi kelishilgan holatda. Velosipedlarimiz 28 razmerda 3.5 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. O'zbekiston bo'ylab o'ylaylar. O'zbekiston yumshoq modellarimizdan kelgan. Dastavka akalarimizga Monster modelimiz, Mivat motor, orqa oldi tormoz, balon razmerlari 3.0 ga 10 Shiroki balonda kelgan. Ko'rishingiz mumkin. Azbo brend idishi. Akkumulyatori bitta bo'ladi, 60 ga 39 amperli, zapasni joy qo'yilgan. Bo'ldi. Zapasni joy qo'yilgan, keyinchalik akkumulyator olsangiz bemalol qo'yib olsangiz bo'laveradi. Dastlab shakllarimiz uchun quti alohida, Monster model, tezliklari 60 tezda harakatlanadi, disk rejimlari bor. Kolonka magnitofon bor, telefon pastavka bor. Aytganimdek old orqa tormoz. Original tabloda kasalgacha asib turadi, 3 ta skorsda harakatlanadi. Putlari ham o'ta neobичный. Zaryadchilari albatta. Akkumulyatori litium bo'ladi, 60 ga 32 amperli. Bitta to'liq zaryadda 100 kilometrgacha masofani bosib o'tirasiz. Dastlab shakllarimizga juda zo'r, bitta ikkita smenani bemalol olib beraveradi. Keyin motorlari baquvvat, 1000 vatli motor, orqalari va bikir. Bilasizlar, Monster modellarda O'zbekiston bilan dastavkamiz mavjud, narxi 6 million so'm. Bemalol aloqaga chiqamiz. Xuddi shunaqa tricykl modellarimiz kelgan, usti yopiq hojat og'alarimizga narxi $680 bemalol aloqaga chiqamiz. O'ta chiroyli narxlarda. Xuddi shuni ikkita tomonli usti ochiq modeli. Usti ochiq modeli super deyiladi, X6 modeli. Rushlari bor, kolonka magnitofon bluslari bor, oldi tormozli, pultlari bor, tablolari original tabloda. Oyoq tormozlari, qo'l tormozlari albatta bor, orqani ham orqada 2 kishini bemalol xarajat uchun qilsangiz yukxona bo'ladi. Oldida bir kishi bemalol kengina harakatlanib ketsa bo'laveradi. Akkumulyatorlari 5 ta 20 amperli akkumulyator bilan jihozlangan, yuk ko'tarishi 200 kg. Bortdan tashqariga chiqqan saka diskali balonlar. Balon razmerlari 3.0 ga 10. Buni 3.0 ga 8 ligi bor. 7 million so'm, buni narxi 7 million 300 ming so'm. Bemalol aloqaga chiqamiz. Xudo xolasa O'zbekiston bilan dastavkamiz mijoz bilan kelishilgan holatda. Oxirgacha ko'rganlarga kattakon rahmat. Bitta nima qilib ketsin? Like, podpiska bosib ketishingizdan chiqmasin. Assalomu alaykum.